Hop, boshladik. Demak, reaksiya tezligiga harorat ta'siri degan mavzuda. Tezlik nima edi o'zi? Hop, aytingchi qani. Moddalar konsentratsiyasining o'zgarishi. Demak, qaysi harf bilan belgiladik buni? Kichkina V harfi bilan belgilaymiz. O'rtacha tezlik topishni nima qilamiz ekan? Delta. Deltasini delta t ga bo'lamiz. Hop, delta s nima edi bu yerda? Deltasi sarflangan konsentratsiya. Shundaymi? Hop, delta t nima edi? Reaksiya uchun ketgan vaqt. Shundaymi? Yaxshi, esimizda turibdi bu. Hop. Yana qanaqa tezlik haqida gaplashdik? Reaksiya qaytar jarayonlarda qanday tezliklari bor dedik? To'g'ri reaksiya tezligi va teskari. Hop, to'g'ri reaksiya tezligini qaysi harf bilan belgiladik? V1. Bu nima edi? To'g'ri reaksiya tezligi. Hop, V2 bo'lsa-chi? Teskari reaksiya tezligi. Reaksiya tezligi. Bu haqida gaplashdik, ha? Yana nimasini gaplashdik buni? Mana shu tezlikka ta'sir etuvchi omillar. Qanaqa omillar ta'sir etadi? Birinchisi konsentratsiya ta'siri. Masalan, dastlabki reaksiyaga kirishayotgan, masalan, aytaylik N2 plus H2. Hosil bo'ldi nima? NH3. Mana shu reaksiyada dastlabki reaksiyaga kirishayotgan moddalar azot hamda vodorod konsentratsiyasini oshirsak nima bo'ladi? Qaysi tezlik? To'g'ri reaksiya tezligi ortadi. Agar NH3 konsentratsiyasini oshirsak-chi? Demak, mana bu ikkalasi demak V1, ya'ni to'g'ri reaksiya tezligini oshiradi. Bu-chi V2 teskari reaksiya tezligini oshirar ekan dedik. Aksincha konsentratsiyalar kamaytirilsa-chi? Demak, agar shu jarayonda, ya'ni ammiak hosil bo'lish reaksiyasida dastlabki reaksiyaga kirishayotgan moddalarning konsentratsiyasini kamaytirish reaksiya tezligini, qaysi tezlikni? To'g'ri reaksiya tezligini kamaytiradi. Mahsulotning konsentratsiyasini pasaytirish, kamaytirish. Teskari reaksiya V2 ni kamayishiga olib keladi. Tushunarlimi? Shuni gaplashdik-a? Yaxshi. Hop, nech marta o'zgarishini ham topishni bilib oldikmi? Masalan, aynan shu reaksiyada azotni 2 marta, vodorodni 3 marta konsentratsiyasi oshirilsa. Azot konsentratsiyasi 2 marta, vodorod konsentratsiyasi 3 marta oshirildi. To'g'ri reaksiya tezligi qanday? Necha marta? V1. Qaydan bilyapmiz? 2 ning birinchisi oldagi koeffitsient darajaga oshdi. Ko'paytirilgan 3 ning kubinchi darajasi. Shundaymi? Hisoblab qo'yamiz. 2 ning birinchisi 2, 3 ning kubi 27. Nimasi bo'lib? Necha bo'ldi? 54 marta to'g'ri reaksiya tezligi ortdi. Bo'lardimi? O'rgandik-a buni. Bunga oidlarni ham ishladik-a, demak 18 marta emas ekan-a, maqsadlar. Shunday mahir? Hop, yaxshi. Endi bugungi ta'sir nima ekan? Bosim ta'sirini ham ko'rdik. U ham xuddi shunga o'xshash hisoblandi. Hajm ta'sirini ham ko'rdik. Hajm bosimga teskari ta'sir. Demak, hajm ortsa, bosim kamaygani uchun tezlik kamayadi. Hajmni oshirsak, tezlik pasayadi dedik. Yaxshi. Bugungi ta'sir nima ekan endi? Haroratning ta'siri. Reaksiya tezligiga haroratning ta'siri. Van Gogh qoidasi orqali tushuniladi. Yozib qo'yamiz. Van Gogh qoidasi asosida tushuniladi. Unga ko'ra harorat har 10 gradusga oshirilganda reaksiya tezligi 2-4 marta ortadi. 2 chiziqcha 4 marta ortadi. Ikki 4 marta ortadi. Bo'ldimi? Xo'p. Yangi gapda yozamiz. Har 10 gradusda reaksiyaning tezligi necha marta o'zgarishini ko'rsatuvchi kattalik
temperatura koeffitsiyenti deyilib, gamma bilan belgilanadi. Kimyoviy formulasini ko'ramiz, qarang. Gamma T2 minus T1 taqsim 10 barobar VT2 taqsim VT1 degan formula orqali ifodalaymiz. Bu formuladagi gamma nima ekan bu? Temperatura koeffitsiyenti. Temperatura koeffitsiyenti nimani ko'rsatar ekan? O'qing. Har 10 gradusda reaksiya tezligi necha marta o'zgarishini ko'rsatadi. Masalan, gamma teng 2 deb qo'ygan bo'lsa, necha gradusda? 10 gradusda. Endi harorat ortsa, reaksiya tezligi ortadi. Harorat kamaysa, reaksiya tezligi kamayadi. Demak, haroratni 10 gradusga oshirdik desa, tezlik necha marta o'zgarar ekan? 2 marta. Yana 10 gradusga oshirsak-chi? Yana 2 marta ortadi. Har 10 gradusga o'zgartirganimizda 2 marta. Masalan, aytaylik, ma'lum reaksiyaning tezligi V barobar 3 edi. 3 mol taqsim litr sekundida. Uning temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng bo'lsin. Nima degani ekan bu temperatura koeffitsiyenti 2 degani? Haroratni 10 gradusga o'zgartirsak 2 marta o'zgaradi, ortadi yoki kamayadi. Masalan, mana tezlik necha dedik? 3. Reaksiya tezligi 3 mol taqsim litr sekund bo'lgan reaksiyani harorati aytaylik 20 gradus Selsiy edi. 20 gradusda tezlik necha ekan? 3 edi. Haroratni aytaylik mana gamma teng 2. Tezligi 3 edi. Harorati 20 edi. Harorat 30 gradusgacha oshirildi. Nech gradusga oshirildi? Nech gradusga? O'zi 20 edi, 30 bo'lib qolsa 10 gradusga oshirdi. Gamma nima degani bu? Har 10 gradusda 2 marta ortadi yoki kamayadi. Hozir harorat ortyaptimi? Demak, tezlik necha bo'lib qoladi endi? 2 marta. 6 bo'lib qoladi. 3 ta 2 ko'payadi. Tushundikmi? 40 gradusgacha oshirsak haroratni. Yana 10 gradusga oshirdi. 6 edi. Endi 12 bo'lib qoldi. 20 gradusga tushirsak necha bo'ladi? Qaydan bilamiz? Chunki 40 gradusdan 30 gradusga tushganda nima bo'ladi? 2 marta. Qaydan bilding shuni 2 marta kamayishi? Gamma har 10 gradusda necha marta o'zgarishini ko'rsatadi. Tushundikmi? Demak, 40 dan 30 ga tushamiz, 20 gacha bitta 10 borib bo'ladi. 40 dan 30 ga tushganda 12 emas, 2 marta kamayib 6 bo'ladi. Undan 20 ga tushsa, yana 2 marta kamayib 3 bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Masalan, 10 gradusga tushsak, 10 gradusda necha bo'lib qoladi? 3 dan 2 marta kamayadi. Ya'ni 3 taqsim 2 yoki necha? 1,5 bo'lib qoladi. 0 gradusda necha bo'lib qoladi? 0 gradusda, ya? Harorat yana 10 gradusga kamaydimi? Nima bo'ladi? Reaksiya tez. Yana ablah har 10 gradusga o'zgarganda o'zgarishini ko'rsatgan 2 marta. Endi pasaysa 2 marta kamayadi. 3 taqsim 4 bo'ladimi endi bu? Tushunyapsizmi? 3 taqsim 2 edi, yana 2 marta kamaysa 3 taqsim 4 bo'ldi. Kim tushunmadi? Minus 10 gradusda necha bo'ladi desa? Minus 10 gradus. Necha bo'ladi? 3 taqsim 8 bo'ladi endi. Yana 2 marta. 3 taqsim 4 edi, yana 2 marta 3 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Tushunyapsizmi? Har 10 gradusga o'zgartirganimizda necha marta o'zgarishini ko'rsatsa nima ekan bu? Temperatura koeffitsiyenti ekan dedik. Bo'lardimi? Ana endi o'shani Van Gogh formulaga solib berdi bizga. Gamma T2 minus T1 taqsim 10, VT2 taqsim VT1. Bu yerdagi mana T2 nima, T1 nima? Ularni gaplashamiz endi. Hop, formuladagi T1 T1 quyi harorat. T2 yuqori harorat. VT1 quyi haroratdagi tezlik. VT2 yuqori
haroratdagi tezlik. Bo'ladimi? Gamma nima ekan? Temperatura koeffitsiyenti ekan. Kim tushunmay qoladi? Tushundikmi axir? Yozib olamiz tezda. Keyin davom etamiz. Hop, kitobimizdagi 1-masalaga qaraymiz. 127 gradusda reaksiya tezligi 0,2 mol taqsim litr sekund bo'lsa, da, shundaymi? Reaksiya tezligini qaysi harf bilan belgilaymiz? V mi? V harfi bilan belgilaymiz. V barobar necha ekan? 0,2 mol taqsim litr sekund debdi. Hop, T1chi temperatura 127 gradus Selsiy. Hop, keyinchi temperatura 50 gradusga oshirilganda haroratni 50 gradusga oshiryapmiz. 50 gradusgacha nima degan? Nima dedik? 50 gradusga oshirdik. Delta T degani 50 gradus Selsiy. Shunga oshirildi. Avval 127 edi. Keyin necha qoladi T2? 127 ga qo'shdik nechini? 50 ga. Oshirildi deyapti. 177 gradus Selsiygacha oshirganmiz. Natijada 50 gradusga oshgan. Tushundikmi? 127 dan 177 gacha 50 gradus bo'ladi. Shunga oshirildi. Tushunoldik-a buni? Reaksiya tezligi qanday bo'ladi? Gamma nechaga teng ekan? Temperatura. Temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng. Ana endi bundan biz haligi jadvalga qo'yib ishlashtirganmiz. Mayda o'rgandik-ku mana. Bunaqangi jadval, ha? O'zi dastlab gammani yozib olamiz 2 deb. Mana bunday chizmani chizib olamiz buni. Jadval ko'rinishda. Dastlab harorat necha edi? 127 gradus Selsiy edi. Nech gradusga oshiramiz? 10 gradusdan oshirib boramiz. 137 desak. 127 dan 137. Aha, 137 dan 147 gradusga oshirsak. Yana 10 gradus. 157 gradus Selsiy. Nechigacha oshirishimiz kerak? 177 gradusgacha. 167 gradus Selsiy va oxirgisi 177 gradus Selsiygacha oshirdik. Mana shungacha oshiramiz. 127 gradusdagi tezlik necha edi? 0,2 edi. Uni 177 gradusgacha oshirsak, har 10 gradus necha martadan ortib boradi? 2 martadan. 0,2 dan 137 dan 0,4, keyinchi 0,8, 2 marta oshiramiz. Ko'paytirib ketamiz. 157 dan 1,6, keyinchi 3,2 va 3,2 ni ham 2 ko'paytirsak 6,4 bo'lib qolar ekan. Tushundikmi? Javob demak 6,4 mol taqsim litr sekund. 2-birinchisiga o'tamiz. 127 gradusda reaksiya tezligi 0,2 mol taqsim litr sekund. 2-birinchi masala. T1 ni beryapti, ha? Necha ekan? 127 gradus Selsiy. Reaksiyaning tezligi V T1 necha ekan? 0,2 mol taqsim litr sekund. Keyinchi? Ha. Necha gradusga delta T nechiligini so'rayapti-da bizdan. Tushunarlimi? Buning uchun biz nimani topishimiz kerak? T2 ni topishimiz kerak. Ularda delta T ni topish uchun T2 bo'lishi kerak-da bizga. Reaksiyaning keyingi tezligi VT2. Necha qoldi? VT2. 6,4 mol taqsim litr sekund bo'lib qoldi. Gamma 2 ga teng. Mana bu qiymatlardan foydalanib, xohlasak bundan oldingi masalaga o'xshab jadvalga qo'yamiz yoki Van Gogh formulasidan foydalanamiz. Formuladan foydalanib ko'raylik. Gamma, buni formulamiz mana. T2 minus T1 taqsim 10, VT2 taqsim VT1. Mana bu berilgan qiymatlarni o'rniga qo'yamiz. Gamma nechiga teng? 2. Darajasida T2 minus T1 taqsim 10. T2 nechi bizda? X minus T1 127 taqsim 10. Bo'ladimi? Barobar VT2. VT2 ni qiymati 6,4, VT1 0,2. VT1 ni pastga yozyapmiz, 0,2. Bo'ladimi? Hop, qanday hisoblaymiz? 2 x minus 127 taqsim 10 darajasi barobar 6,4 ni bo'lamiz
0.10'dan 2. 6.4 0.2'ye bölsek 32 deng. 32. Shundaymi? Bu degani, buni 32 degani 2 ning nechinchi darajasi? Mana asosda 2 bo'lganligi uchun 2 x minus 127 taqsim 10 desak, 10-chi darajasi barobar 2 ning nechinchisi? 5-chisimi? 2 ning 6-chisimi? 2 ning 5-chisi. Shundaymi? Ana 2 ning 5-chisi. Asoslar bir xilligi uchun tashlab yuborsak, darajalar qoldi. Darajasi x minus 127 taqsim 10 barobar necha ekan? 5. X topish uchun 5 ni 10 ga ko'paytiramizmi? X minus 127 barobar 50 desak, x teng minus 127 tomongacha qo'shilib 177 chiqadi. X deb bu nima bu o'zi? Formuladagi. Mana formulada nima bu? T2. Bizga nima kerak? Delta T. Delta T ni topish uchun T2 dan T1 da ayiramiz. 177 dan 127 ni ayiramiz. 50 gradusga nima qilish kerak? Oshirish kerak. Haroratni 50 gradusga oshirish kerak. Bo'ladimi? Biz o'zmayna ikkinchi usulni ham ko'ramiz. Ikkinchi usul. Xuddi shu masalamizda o jadvalga qo'yib ishlashni o'rganamiz. Qaranglar. Gammani qiymati nechaga teng? Gamma 2 ga teng. Jadval chizib olamiz. Harorat uchun, tezlik va haroratni yozish uchun mana. Hop. Dastlabki harorati 127 gradus Selsiymidi? Tezligi necha edi? Ha. 0.2. 127 gradusdagi tezligi borda va T1 bor. Dastlabki tezlik 0.2 edi. Hop, gamma nechaga teng? 2 ga teng. Nima degani bu? Har 10 gradusga oshirib borsak, 2 martadan tezlashadi. Ha? Keyingi tezlik necha ekan? 6.4. 6.4 bo'lishi uchun 0.2 dan kattalash kerakmi yoki kichiklash kerak? Demak, harorat oshirilyapti. Tushundingmi? Endi haroratni oshirib borgan sari tezlik ortib boradi. Har 10 gradusga oshirsak necha marta ortadi? Qaydan bildik? Gamma 2 ga. Demak, 0.2 ni 2 ga ko'paytiramiz. 0.4, 0.4 ni 2 ga ko'paytiramiz. 0.8 to mana shu jarayonda 6.4 chiqquncha amalga oshiramiz. 0.8 dan 2 marta kattalashtirsak 1.6, yana 2 marta kattalashtirsak 3.2, yana 2 marta kattalashtirsak 6.4. Mana shu joygacha demak haroratni 10 gradusga oshirib boramiz. 127 ni 10 qo'shsak necha bo'ldi? 137, yana 10 qo'shsak 147, yana 10 qo'shsak 157, yana 10 qo'shsak 167, yana qo'shsak 177 gradusda tezligi necha bo'lar ekan? Demak, delta T necha bo'ladi endi? 177 dan avvalgi harorat 127 ni ayirib qo'yamiz. Necha bo'lar ekan? 50 gradus Selsiyga oshirish kerak bo'lgan ekan. Qaysi usul oson? Jadval oson ekan-a? Buni formulaga qo'yib hisob-kitob qilgandan jadvaldan foydalanganimiz osonroq ekan. Bo'lardimi? Tushundikmi axir? Yozib qo'yamiz ikkinchi usulni. Shu birinchi masala. T1 127 gradus Selsiy. Ikkinchi va T1 necha ekan? 0.2 mol taqsim litr sekund. T2 50 gradusga oshirilsa 127 edi. 50 qo'shsak necha bo'lib qoladi? 177 gradus Selsiy bo'lib qoldi. Bu T2. Va T2miz 6.4 mol taqsim litr sekund. Nimani top? Demak, gammani temperatura koeffitsiyentini topishimiz kerak. Shundaymi? Hop, buni haligi Van Gogh formulasiga qo'yib hisoblasak ham bo'ladi. Jadvaldan foydalansak ham qaysidan foydalanamiz? Jadvaldan foydalanaylik. Masalan, hop, gamma noma'lum. Gamma x. Dastlabki harorat 127 gradus Selsiy. Reaksiya tezligicha Vt. 127 gradusdagi tezligi 0.2. Bo'lardimi? Hop. Harorat necha gradusgacha? 137, 147, 157, 167 va 177 gradus degan mana shu joygacha tezligi necha bo'lib qoldi? 6.4 bo'lib qoldi. Mana shu 177 gradusdagi tezlik nechaga teng ekan? 6.4 ga.
Endi gamma x bo'lsa, bu nima degani? Har 10 gradusga oshirilganda harorat reaksiya tezligi necha marta? Noma'lum u x demak. X marta ortib bordi. Shundaymi? 0,2 ni x ga ko'paytsak. 0,2x bo'ladimi? 0,2x. Buni yana x ga ko'paytirsak. X kvadrat, shundaymi? 0,2x kvadrat. Yana 2x ga ko'paytirsak. 0,2x kub, shundaymi? Kvadratni yana x ga ko'paytiryapmiz. Keyingisi 0,2x 4-darajasi 0,2 x ning 5-darajasi. Shu qiymat nechaga teng? Demak 0,2 x ning 5-darajasi nechaga teng ekan? 6,4. Buni hisoblash uchun x ning 5-darajasi 6,4 nechaga bo'lamiz? 0,2 bo'lamiz. Bo'ling. 32. Demak, 2 ning x teng necha ekan? 2. 2 ning 5-chisi 32 ga teng bo'ladi. Biz nechining 5-chisi 32 degan javob topyapmiz. X teng 2 ekan, bo'ladimi? Qarang, 4/1. T1 x gradus Celsiy deyaptimi? Hop. V T1 0,2 mol taqsim litr sekund. Shundaymi? T2 necha? 177 gradus Celsiy. V T2 6,4 mol taqsim litr sekund. Gamma 2. Demak, x ni topishimiz kerakmi? Qaysi formuladan foydalanamiz? Yo Van Gogh formulasidan yoki nimadan? Jadvaldan foydalangan qulay, a? Qarang. Gamma nechaga teng? 2 ga teng. Voy, jadval chizib olyapmiz yana mana. X gradusda x gradus Celsiy bo'lib turibdi. Ha? Keyingi haroratchi oxirgi harorat. 177. Dastlab x gradus tezligi necha edi? 0,2. Shundaymi? Keyin necha bo'lib qolibdi? 6,4. Gamma 2 degan nima degani? Har 10 gradusda 2 marta ortadi. Demak, 6,4 chiqquncha ko'paytirib boramizmi? 0,2 ni 2 ko'paytsak. 0,4, keyingisi 0,8, yana 1,6, yana 3,2. Demak, 6,4 chiqdi. Mana shu joydagi harorat necha ekan? 177 gradus Celsiy ekan. Mana T2miz. Endi orqaga qaytarish uchun nima qilamiz? 10 gradusdan ayirib boramiz. 177 10 da ayirsak, 167 147. Aha. Demak, x nechaga teng ekan? 127 ga teng ekan. Kim tushunmadi? Tushundikmi? Qoida yozamiz. Ekzotermik reaksiyalarda harorat oshirilsa, reaksiya tezligi kamayadi. Harorat oshirilsa, reaksiya tezligi kamayadi. 5-birinchi savolga qaranglar. Kimyoviy reaksiya tezligi 2 mol taqsim litr minutga teng debdi. Ko'rdikmi? Kimyoviy reaksiya tezligi nechaga teng? 2 mol taqsim. Demak, V barobar 2 mol taqsim litr minut. Shundaymi? Kimyoviy reaksiya tezligi 2 mol taqsim litr minutga teng bo'lgan ekzotermik reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng. Gamma barobar 2. Davomida nima deyapti? 30 gradusga oshirilsa, demak delta T ni aytyapti-da, 30 gradus Celsiyga oshirilsa. Bo'ladimi? Reaksiyaning tezligini toping deyapti. Gamma 2 ga teng ekan. Jadval chizib olamiz. Avval necha gradusda turadi bu? 30 gradus bu o'zgargani. 30 gradusga oshirildi. Avval necha gradus edi? Aytmayaptimi? Xohlagan gradusdan boshlayveramiz. Masalan, 0 dan boshlasak osonroq bo'ladi. 0 gradus Celsiyni 10 gradusga oshiramiz.
20 gradus bo'lar ekansiz. Keyin yana 10 qo'ysak 30 gradus Selsiy. Shunda mana 0 dan 30 ga o'tsa 30 gradus Selsiyga oshirilgan bo'lib qoldi. Avval boshlang'ich tezlik necha edi? 2 edi. Gamma 2 degani nima degani? Har 10 gradusga oshirsak 2 marta. Demak 2 edi 10 gradus necha bo'ladi? 4. 20 gradusda 8, 30 gradusda 16 bo'lish kerak edi. Shundaymi? Lekin biz savolda nima dedik? Ya, qoidani o'qing, qoidadan. Ekzotermik reaksiyada harorat ortgan sari, demak biz endi ko'paytirib emas, nima qilib yozishimiz kerak? Bo'lib ketishimiz kerak. 2 ni 2 ga bo'ldik. 4 ni o'rnida 1, 1 ni 2 ga bo'ldik. 8 o'rnida 0.5, 0.5 ni ham 2 ga bo'ldik. 16 ni o'rnida 0.25 bo'lishi kerak. Tushundikmi? Agar ekzotermik demasa, hozirgi bundan oldin ishlaganimizga o'xshab ko'paytirib ketamiz. Ekzotermik reaksiyada harorat oshdi desa, tezlik kamayib qolar ekan. Kim tushunmadi? Demak, javob qaysi bo'lar ekan? 0.25 degan, ha?